bag'ishlanadi. Mir Alisher Navoiy ustozlari Mavlono Lutfiy bilan bo'lgan suhbatlaridan parcha tomosha qiling. Marhamat. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom o'g'lim. Kimning o'g'lidirsiz? Bag'oyatda tarbiyali oila farzandi ko'rinadursiz. Men sizdan kichkina Bahodirning o'g'lidirman ustoz. Bari o'g'lim. Meni ustoz deb ta'kidlashingizga ne sabab? Sizning g'azallaringiz va she'rlaringizni tanimagan kishi yo'q ustoz. Mavlono Lutfiy nomi tanigan juda ham ustoz. Men ham goh-gohida she'r g'azallar yozib turaman ustoz. Qani, yana o'z misralaringiz bilan bir xushnud aylanki. Orazim yoqqoch ko'zimdan sochilur har lahza yosh. Bo'ylagim paydo bo'lib, yulduz ham bo'lg'ach quyosh. Orazin yoqqoch ko'zimdan sochilur har lahza yosh. Bo'ylagim paydo bo'lur yulduz nihon bo'lg'ach quyosh. Vo Alloh, agar muyassar bo'lsa edi o'zimning turkiy va farsiy tilda yozgan 12,000 bayt she'rimni shu birgina baytga almashtirgan bo'lar edim va bu ishni yuzaga chiqishini bir yo'q deb bilgan bo'lar edim. Rahmat ustoz. Barakalla bo'lsin, barakalloh.